Uyqu falaji nima uchun vujudga keladi? Ilmiy jihatdan isbotlashga harakat qilaman. Ya'ni bu hammasi miya bilan bog'liq jarayon. Bu mistika emas. Misol uchun, uxlayapsiz, birdaniga uyg'onib ketasiz, gapira olmaysiz, harakat qila olmaysiz, qo'l oyoqlaringiz qotib qolgan bo'ladi, hattoki qoningizda kimdir turgandek bo'ladi, ko'ksingizni kimdir bosayotgandek bo'ladi. Bu narsani nomi REM atoniya deb nomlanadi. Ya'ni REM bu REM sleep, ya'ni REM uyqu payti. Miya uxlayotgan paytingizda tush ko'ryapsiz, misol uchun tushingizda yuguryapsiz. Shu yugurayotgan jarayonni o'ngingizda, ya'ni real hayotda ham qilmasligingiz uchun himoya mexanizmi amalga oshiradi. Agar bu holatda siz miyadan oldin uyg'onadigan bo'lsangiz, demak miya yarim holatda falaj bo'ladi, yarim holatda uyg'oq holatda bo'ladi. Va shu holatda sizda tana nima qilmasligi mumkin? Javob reaksiyasini bermasligi mumkin. O'shaning uchun bu normal holatda bo'lishimiz mumkin. Agar uyqu falaji tez takrorlanadigan bo'lsa sizda, bu kundalik stress jarayonlari bilan bog'liq, juda ko'p stressga tushyapsiz. Demak, bu bo'yicha siz ishlashingiz kerak.